Yaxshi odam edi bizning prorab. 10 ta yaxshi bo'lsa, 10dan bittasi amakim qo'lida ishlar edi u, amakim tumanda yo'lning kattasi. Bir kun tekshiruvchi keldi poytaxtdan. 10 ta zo'r bo'lsa, 10dan bittasi bitirlab qoldi-ku, har yonga chopib, bechora amakim yo'lning kattasi. Prorabga dedi, bir qo'y keltiring. Katta qo'yni tandir qildi amakim. Dasturxondan katta kuch bormi axir? Tandir bilan tadbir qildi amakim. Yedilar, ichdilar, tort qildilar. Rosa ulfat ekan zo'rdan bittasi. Xullas, prorabni aybdor qildilar. Tekshiruvchi bilan yo'lning kattasi. 5-10 yil o'tirib chiqdi prorab. Nega qamalganini bilmaydi, hatto 10 ta yaxshi bo'lsa, 10dan bittasi yuzlarini ko'ring, sarg'aygan mato. Prorab qamoqdan chiqishi bilan amakim yolvordi. Ishga qayting deb. Endi sizni hech kim qamay olmaydi. Ne muammo bo'lsa menga ayting deb. Ko'ngli bo'sh prorab, tug'ma ko'ngilchan, o'zidan o'zgaga o'xsholmaydi u. Amakimchi faqat yeyish kerak. Asfalt yeb turmasa yasholmaydi u. Yillar o'tdi. Yana keldi tekshiruv. Yana qo'y so'yildi yozning o'rtasi. Bu safar qattiqroq bo'ldi tekshiruv. Prorabga tushdi aybning kattasi. Amakimchi to'ymas. Qora chaqichga bag'ri keng qorinda joy hali ham bor. Yo'llarimiz ravon, tekisdan tekis, har joyda asfalt ham bor. Prorab qamoqdan tirik qaytmadi. Yerga qo'ydik uni qishning o'rtasi, yomg'ir bo'lib yig'lar, qor bo'lib yig'lar, hattoki osmonning to'lib o'pkasi. Yaxshi odam edi bizning prorab, 10 ta yaxshi bo'lsa 10dan bittasi, shunday odam o'lib ketdi-yu, ammo amakim hali ham yo'lning kattasi. Besor hamroh 2020. Salom.